Tabiiy filmi tufayli Sovet tomoshabinlari polshalik iste'dodli aktrisa Anna Dimnani tanishdi. Aktrisa tabiiy filmida bosh qahramon professor Rafal Vilchurning qizi Marisiya rolini o'ynagan. Anna ushbu filmda yuvosh, mehribon va oqko'ngil qiz sifatida namoyon bo'ladi. Anna Dimna asosan tomoshabinda kuchli his-tuyg'ularni uyg'otadigan dramalarda rol o'ynagan. Afsuski, taqdir taqozosiga ko'ra, aktrisaning o'zi ham real hayotda mashaqqatli sinovlarni boshdan kechirdi. Annaning kelib chiqishi polshalik. U 1951-yil Polshaning Legnitsa shahrida dunyoga kelgan. Uning onasi qizini professional balerina bo'lishini orzu qilgan. Anna baland bo'yli, nozik va juda xushbichim edi. Ehtimol u balerina sifatida mashhur bo'lishi mumkin edi, ammo u teatr san'atini tanladi. Uning tashqi ko'rinishi ham aktrisalik karyerasi uchun juda mos kelardi. O'rta maktabni tamomlagach, teatr oliygohiga o'qishga kirdi. Bo'lajak aktrisa qunt bilan o'qidi va imtihonlarda eng yuqori ball oldi. Oliygohni tugatgandan so'ng eski teatr truppasiga qo'shildi. Aktrisa hozirgi kunda ham ushbu teatrda faoliyat yuritib keladi. Ko'p yillar davomida epizodik rollar yoki kichik obrazlar bilan kifoyalanadigan ko'plab yosh aktrisalardan farqli o'laroq, Anna karyerasining boshidanoq bosh rollarni ijro etdi. Aktrisa vatanida tezda shuhrat qozondi. Tabiiy filmi ekranlarga chiqqanidan so'ng esa chet mamlakatlarda ham tan olindi. Faoliyati davomida 70 dan ortiq filmda suratga tushdi. Anna Dimna familiyasini turmush o'rtog'i Veslav Dimnadan olgan. Aktrisa Veslav bilan yoshligidan tanishgan. Erkak undan 15 yosh katta edi. Ammo bu farq ular uchun ahamiyatga ega emasdi. Asosiysi, Anna hamda Veslav bir-birini sevgan. Afsuski, er-xotin 5 yilgina baxtli turmush kechirishdi. 1978-yilda aktrisaning eri kutilmaganda hayotdan ko'z yumdi. O'shanda Anna 27 yoshda edi. Aktrisa og'ir ruhiy tushkunlikka tushib qoldi. U filmlarda rol o'ynashni, umuman olganda hech narsa qilishni xohlamasdi. Yaqinlari Annaning ahvolidan juda xavotirda edi. U o'ziga biror narsa qilishi mumkinligidan qo'rqishardi. Unga bu judolikni yengishga yordam berish uchun hayotini tubdan o'zgartirgan xayriya tadbiriga taklif qilindi. Anna endi eriga yordam bera olmasligini, lekin boshqalarga nafi tegishi mumkinligini tushundi. Aktrisa daromadining katta qismini xayriya ishlariga sarflashga qaror qildi va bu qaroriga qat'iy amal qildi. U qochqinlarga yordam beradi va nogironlar uchun seminarlar va art terapiya mashg'ulotlarini o'tkazadi. 2001-yilda u nogironlar uchun musiqa va teatr festivalini tashkil qildi. U hozir har yili muntazam o'tkaziladi. Anna ikkinchi bor 1983-yilda Zbigniew Shota ismli erkak bilan oila qurdi. Bu nikohdan o'g'li Mikhail Shota dunyoga keldi. 1989-yilga kelib aktrisa ajrashishga qaror qildi. Keyinchalik u polshalik aktyor Krzysztof Arjixowski bilan baxtli turmush qurdi. Anna Dimna hozir tabiiy filmidagi Marisiya kabi yosh va go'zal emas, lekin 73 yoshida ham ajoyib ko'rinishda. Anna hech qachon plastik jarrohlikka murojaat qilmagan. U doim tabiiy go'zallikni afzal bilgan. Anna bugungi kunda ham filmlarda va teatr sahnasida rol o'ynashda, xayriya ishlarida faol qatnashishda davom etmoqda.